Salom hammaga. Bugungi audio hikoyamiz Tashlandiq uy deb ataladi. Hikoyani boshlashdan oldin men sizlarga o'zimni Telegram kanalimni tavsiya etaman. U yerda birinchilardan bo'lib hikoyalarni eshitsangiz bo'ladi va YouTube'ga chiqmagan hikoyalar ham o'sha yerga joylanib boriladi. Kanalga qo'shilish mutlaqo tekin. Telegram kanalida silkasi shu videoni kommentariyasida bo'ladi. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, men hikoyani boshladim. Tashlandiq uy. Salom, men ismim Abdulloh. Bu voqea 2 yil oldin bo'lib o'tgan. Men do'stim Sadir bilan Tashlandiq uyga borib video olishga juda qiziqardik va bir kuni Sadirga aytdim: "Ey Sadir, yur, YouTube'ga video olamiz. Yaxshi chiqib ketsa, balki mashhurlashib ketarsan sen ham, a Sadir" dedim. U aytdi: "Abdulloh, balki kerak emasdir, qo'y. Nima qilasan boshingni ortib? Yaxshisi ishingni qilsang bo'lmaydimi?" dedi. Men unga qarab, qo'rqayotgan bo'lsang ayt, men o'zim yerga boraman. Menga qo'rqoqlar kerak emas dedim. Sadir: "Ha mayli, faqat bir marta. Ketdik bo'lmasam, o'zing bilan fonarik, kameralarni ol" dedi. Men: "Ha mayli, ketdik bo'lmasam, gapni ko'paytirma" dedim va o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni olib u joyga bora boshladik. U joy bizning uyimizdan unchalik uzoq emasdi. Chamasi 15 minutlik yo'l edi. Biz piyoda ketardik. Og'abek gap boshladi: "Abdulloh, balki kerak emasdir, haliyam kechmas. Uyga qayta qolaylik. Nima qilasan boshingni ortib" dedi. Men: "Og'abek, yerda qandaydir ruhlar yoki nimadirlar suratga tushira olsak, mashhurlashib ketamiz" dedim. Og'abek: "Ha qo'ysangchi, hali ham shunaqa cho'pcha gaplarga ishonasanmi? Ruh, unaqa ajina, jinlar bo'lmagan narsa. Mayli, borib ko'ra qolaylik" dedi. Men: "Ha mayli, faqat borganda ishtoningni qo'llab qo'ymasang bo'ldi" dedim va hazil-huzul qilib u joyga yetib bordik. Kirish eshigini darvozasi zanglab yotardi. "Oho, meni 50 yildan beri hech kim kelmaganmi deyman" dedim. Keyin Og'abek: "Balki kirmay qolaylik, ketdik, nima qilasan boshingni ortib. Bekardan qorovul ushlab olsa boshimizga g'alaba bo'ladi. Ketdik bu yerdan" dedi. Men esa: "Yo'q, to'xtab tur, shuncha kelganga yarasha kirib bir video olib ketamiz" dedim. U rozi bo'ldi va ichkariga kirib ketdik. Darvozani bir amallab ochib, ichkariga kirib oldik va sekin birinchi qavatdan boshlab video olishga tushdik. Boshda hammasi yaxshi ketardi va Og'abek gap boshladi: "Aytdim-ku senga, bu yerda hech narsa yo'q. Bekardan vaqtimizni ketkazganimiz qoldi. Qaytdik endi orqaga" dedi. Men esa: "Shoshmay tur. Meni rasmga olib qo'y. Bir bu yoqqa kelganimni ertagi sinfdoshlarimga maqtanaman. Shu yerda meni rasmga olib qo'y" dedim. U esa meni "Ha mayli" deb telefonimni qo'limdan olib rasmga ola boshladi. Rasmga tushgach, rasmni ko'rmoqchi bo'lib, "Qani ko'ray-chi" dedim va rasmga qarab dahshatdan qotib qoldim. Rasmda shundoqqina ortimda qandaydir qora sharpaga o'xshash maxluq turardi. "Bu yana qanaqasi bo'ldi?" deb tezda rasmni o'chirib yubordim. "Jin ursin, bu yana qanaqasi bo'ldi? Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak" deb qocha boshladim. Og'abek gap boshladi: "O'zing-ku axir maxluqlar rasmga olaman deb kelgan. Nimaga rasmni o'chirib yubording" dedi. Men esa: "Ey, ketdik, bu hazillashadigan joy emas. Men hazillashgandim. Ketdik" dedim. Og'abek: "To'xtab tur. Agar rasmga qora sharpa tushgan bo'lsa, aniq bu yerda maxluq bor. Biz uni videoga olamiz" dedi. Keyin men ham rozi bo'ldim va hamma joyda video va rasmga ola boshladik. Keyin 3 ta 4 ta rasm olgandan keyin yana qaradim. Rasmda hech narsa yo'q edi. Keyin 2-chi qavatda yashiramiz, yur dedi. Keyin men: "Ha bo'pti, Og'abek, ketdik" dedim. 2-chi qavatga chiqdik. 2-chi qavat juda ham chang va yomon bo'lib ketgandi. Biz yerni sekin ko'zdan kechira boshladik. Yerda taxminan yo 12 ta yo 13 ta xona bor edi. Juda ham katta. Har biriga bitta-bittadan kirib, video olib va rasmlarga tushirib chiqardik. Avvaliga hech qanaqa nojo'ya sharpani rasmga ola olmadik. Keyin esa: "Ha, bu oddiy texnika xatosida" dedi Og'abek. Men: "Yo'q, aniq boshida men rasmga olding-ku. Sharpa turgandi, o'z ko'zim bilan ko'rdim" dedim.
U esa "Ey ahmoq, bekor o'chirib yubording. Bizga yaxshi dalil bo'lardi bu" dedi. Men "Vahima qilma, balki yana tushib qolar" dedim. Va birinchi qavatdan nimadirdi singan ovozi keldi. "Sen ham eshityapsanmi?" "Ha, eshityapman Og'abek. Ketdik, tezroq tushish kerak pastga" dedim. Keyin esa pastga tushdik. Qandaydir butilka yerda sinib yotardi. "Buni yana kim qildi? Balki kimdir biz bilan hazillashmoqchidir. Ha, mayli, adabini beramiz" dedim. Og'abek "Bu yoqqa qara, bu yoqqa qara" deb qo'li bilan bitta xonani ko'rsata boshladi. Bu yoqqa qarasam dahshat. Haligi qora sharpa bizga qarab turardi. Keyin esa qichqirgancha biz tomonga yugura boshladi. Biz esa qo'rqqanimizdan ikkinchi qavatga qochib ketdik. Ikkinchi xonani oxiridagi xonaga kirib yashirindik. "Og'abek, eshikni ushla, uni kirgizmashimiz kerak" dedim. Va tezda Og'abek eshikni ushladi. Men keyin esa tezda telefonimni olib videoga ola boshladim. Va soatga qarasam 11:30, kechki soat 11:30 edi. Keyin esa u maxluq izsiz g'oyib bo'lib qoldi. "Eshikni och, qo'rqoq" dedim va chiqdik. Keyin esa yana u maxluqni izlay boshladik. Og'abek menga "Ahmoq Abdulloh, videoga olish kerak edi. Hamma yo'l rasvo qilding" dedi. Men esa "Ahmoq, qutulganingga shukr qil. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Videosi ham o'lib ketsin. Keyingi safar olarmiz" dedim. Va biz u yerdan qochib ketdik. Shu bilan bugungi hikoyamiz tamom. Ikkinchi qism chiqadi. Hammaga xayr.